mana unga o'xshagan animatsiyalarni qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun xohlasanglar bu brauzerga mana shunaqa deb yozib olasizlar, mod.dev deb yoki meni Telegram kanalimga kirsanglar, silkasini tashlab qo'yganman. Kirib turib, mana shu nimaga silkaga bitta bosamiz. Kirganimizda men уже nimadan o'tib bo'lganman, ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Sizlar Google pochta orqali ro'yxatdan o'tib olasizlar. Xuddi mana shunaqa okno chiqadi, sozdать animatsiyaga bosamiz. Agar sizlarda bu sayt ishlamay qolsa, VPN ishlatasizlar, menga o'xshab, menda masalan ishlamadi. Hozir buni birinchi yozamiz, masalan San Fransiskodan Toshkentga. Toshkent O'zbekiston chiqdi. Mana bu yerda nastroykalar bor o'zini, har xil nimalari bor, o'zlaringiz qo'ysanglar bo'ladi. Zemla, eko, masalan bunga qilib qo'yamiz. Kачестволарni. Buni bepul varianti bor, pulli varianti bor. Biz bepuldan ishlatamiz, chunki bizning pulimiz yo'q. Bu yerda har xil nimalari bor, o'zini funksiyalari. Topib olsanglar bo'ladi. Kuboldinglar, eksportga bitta bosamiz. Agar Pro'ni sotib olsanglar, Pro nimani kачественный chiqadi. Agar yo'q, oddiy bepulni ishlataman desanglar, mana free bor, HD kачествоda. Kачествоsi yaxshi emas, lekin bo'ladi, amallasa. Bu yerda formatni tanlab olasizlar, o'zingizga kerak bo'lganini. Bu pulli ekan. Bu yerda mana bunaqa format. Biz Instagramga qo'ymoqchimiz, YouTube'ga ham bor, Instagramga ham bor. Bu TikTok общийga tushirilgani. Eksportga bitta bosamiz. Hozir yasayapti. Ko'pchilik yozadi, bu pulli ekan, to'da deb. Yo'q, buni pulli versiyasi bor, ko'p narsalarni. Bepul versiyasi bor. Bepul versiyasi xuddi mana shunaqa kачествоsi xarob bo'ladi yoki nimadir kamchiligi bo'ladi. Pro'ni sotib olsangiz, to'liq sizga nimasi o'tadi, ya'ni to'liq ishlatsangiz bo'ladigan Pro versiyalari bor. Lekin bu hozir Pro'si bor, besplatnisi bor. Biz besplatnisini mana ishlayapmiz hozir. Mana bo'ldi. 9 sekundli video bo'ldi, почти 1 megabayt. Skachatga bosamiz. Mana skachat, загрузка bo'ldi. Kirib ko'ramiz. San Fransisko. Bu men bunaqa variantini qildim. Narigi varianti bor, chesi nimani ko'rsatadigan. Xuddi mana shunaqa. Keyin mana unda emblemasi bor, mult degan. Bu bepul bo'lgani uchun shunaqa. Ishlatib ko'ringlar.